Bitta zapravka 90 talik gaz baloni bilan 300 km xudo xolasa trassada yuradigan Cobalt avtomobilimiz tayyor bo'ldi. Original jihozlar bilan 4x paketini gaz ustanovka qilindi. Xo'p, Navoiydan kelgan Cobalt avtomobilimiz tayyor bo'ldi. Xatirchi tumanidan xudo xolasa. Qo'yilgan jihozlarimiz original Stack Gofas, Polshamiya, blok upravleniya, Polshanik. Originali. Buni ham 2 xil, 3 xil, 4 xil podletkasi bor. Shuningdek narxda ahamiyatga ega bo'ladi. Xo'p, farsunkamiz Valtek italyanskiy farsunka, reduktorimiz Action kompaniyaning X reduktori bilan ustanovka qilindi. Har doimgidek programma, proshivka, motor, korobka, o'zini pultiga zavod qiladigan gayigacha bo'lgan dokumentni hammasi ichida qilib berildi. 4 million 800 ming so'mga super mega aksiyalarimiz davom etmoqda. Kimga qanaqa qaysi avtomobilga metan yoki propan gaz ustanovkani narx qiziq bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada yozib o'ting, biz sizga albatta javob yozib o'tamiz. Aksiyamiz doirasi chegaralangan, foydalanib qoladigan joyi. Do'stlaringizga bu videoni ders yuborib qo'yish esdan chiqmasin.